Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 14-fevral, xudo xolasa, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'ondan Jizzax viloyati Baxmal tumaniga O'rmonchi mahallaga yetib keldik. Xudo xolasa, 10 ga 2 xonali ko'chma do'kon jo'natdim. Eslasanglar, bir 2 kun oldin, xudo xolasa, shu do'konimiz mana tayyor bo'ldi. Shu do'konimizni obzor qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Do'kon hali bitgan yo'q, shuning uchun buyurlar, sal tartibsiz. Ertaga egasi stechka qilib, chiroyli qilib nima o'xshatib qo'ygan berlarni. Xo'p, do'kondan gaplashsak, do'konimiz har doimgidek sifatlisi, antrazit, alyumin profil, oynalar 4lik, eshik ikkitali, bu narxxonada bittali, unisini ham olamiz. Mana ichlari MDF 4 tonna yukka garantiya beraman. MDF pol, devorlar ham MDF, stoyka qo'yib berdik chetlariga, mana orqalariga ikkitadan 8 ga 8 stoyka, balandligini 2,5 metr qilib berdik. Xo'p, narxxonaga o'taylik. Mana bu kichkina xona, 2,60 lik. Mana перегородка MDF dan, mana bu yoqqa ham stoyka, balandligi 2,5, tepa ferma bo'lgan, plastik. Xullas, kimga shunaqa ko'chma do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Respublika bo'ylab dostavka qilib beraman.